Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan nafaqat O'zbekistondagi, balki Markaziy Osiyodagi eng katta bo'lgan Crafers shokolad zavodini birgalikda obzor qilamiz. Qani ketdik. 3 sutka davomida tinimsiz mahsulot chiqarganda muammo chiqmasa, to'xtab turib Aziz do'stlar, mana Crafers korxonasining ichiga ham kirib oldik. Dilmot aka, korxonaning jarayonlari bilan umumiy bugun bizlarni nimalar bilan tanishtirasiz bu yerda? Hop, avvalambor assalomu alaykum. Ismim Dilmurod, Usmonov Dilmurod Bahodirevich, Crafers korxonasida ishlab chiqarish rahbariman. Crafers korxonasi tashkil topganiga xudo xohlasa 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri ish faoliyatlarimizni olib boryapmiz. O'zbekiston bozorida, qolaversa butun dunyo 32 ta davlat bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Hozirgi kunda eksportlarimiz yaxshi. Zavodimizga xush kelibsizlar. Men sizlarga qisqacha tushuntiraman zavodda. Bizda zavod 3 qismga bo'linadi. Ko'rib turgan liniyalaringiz mushnoy liniyalar. Bu yoqda ulli mahsulotlar ishlab chiqaradigan liniyalarimiz, o'rtada o'sha shokoladli mahsulotlar ishlab chiqaradigan liniyalarimiz bor. Bu yoq tomonda shakarli mahsulotlar ishlab chiqaradigan liniyalarimiz joylashgan. Crafers korxonasida Crafers o'zi aslida ko'pchilik o'ylaydi bitta zavod. Aslida bu yerda liniyalarimiz ko'p. 14 ta liniya joylashgan. Bu 14 ta liniya degani 14 ta zavod degani o'zi aslida. Ishlatadigan uskunalarimiz, o'sha оборудованияларimiz hammasi Yevropadan keltirilgan. O'ziga yarasha bahosi bor, o'ziga yarasha qobiliyati bor liniyalarni. Shunaqa liniyalarimiz bor, O'rta Osiyoda yo'q. Yagona faqatgina o'sha Crafers korxonasida bor liniyalar joylashgan. Bu 14 ta liniyada bu 14 xil mahsulot, boshqa mahsulot chiqqani uchun 14 tami yoki hali ulgurmaganinglar uchun shuncha ko'p liniyami? Yo'q, 14 ta liniyada 14 xil yo'nalish. 14 xil yo'nalishda. 14 xil yo'nalish. Misol uchun, oddiygina o'sha pechenni liniyasini oladigan bo'lsak, saxirniy pechenni bor, atsatnoy pechenni bor. O'sha qoliplar orqali chiqadigan atsatga quyma pechennilar bor. O'sha pechenni oddiy saxirniy liniyani o'zida 15 xil, 20 xilga yaqin mahsulotimiz bor. O'sha atsatnoy liniyada 30 xilga yaqin mahsulotimiz bor. Vafli liniyasini oladigan bo'lsak, vaflini o'zida ham 25-30 xil mahsulotimiz bor. Hamma liniyalarimizning o'ziga yarasha mahsulotlari bor, eng kami 15 xil. Har bitta liniyada ishlab chiqariladigan mahsulot 15 xil. Shuning uchun bizda shunaqa mahsulotlarni SKU deymiz, turlari. Turlari. 450 xil turi bor mahsulotda. Umumiy olganda eng ko'p ketadigan har doim jarayonda bo'lib doimiy ishlab chiqariladigan mahsulotda 150 xil SKUda ishlab chiqarish qilamiz. Qolganlari endi ko'proq mana eksportdan bor deyapsiz. Davlatlarni har bir davlatda o'zini zakazlariga qarab, u 450 xil o'sha zakazlarga qarab chiqarilsa kerak. Bizda kichkina sex emasmiz, katta korxona bo'lgani uchun bizda planlar yillik o'sha planimiz bor. Undan tashqari o'sha kvartalniy deymiz, 3 oylik planlarimiz bor. Undan tashqari oylik plan, haftalik planlarimiz bor. Bu yerda hamma narsa avtomatlashtirilgan. ERP degan programma bor. O'sha programmaga joylanadi. Menga kelib Dilmurod mana buni chiqarib bergin deyish shart emas. Men o'zim o'sha programmaga qarab zakazlarni tayyorlayman. Kunlik, misol oylik, yillik hammasini ko'rib, kontrol qilib turamiz. O'shanga qarab turib zakaz qo'yib, planga qo'yib turib, bu yerda hamma jamoa bo'lib turib, bir yoqdan bosh chiqariladi. Nimaga? O'sha ta'minot bo'limi siryolarni olib kelib qo'yadi. Ishlab chiqarish men o'zimning vazifamni bajaraman. Savdo bo'limi o'zining vazifasini bajaradi. Boshlanishi baribir o'sha savdo bo'limidan kelib chiqib, o'sha ishlab chiqarish, ta'minot bo'limi parallelni ishlaganlik hisobiga konver etapli bo'lib, hammasi chiqib ketaveradi. Tushunarli. Bu yerda menimcha kichkinagina showroom bor ekan. Bir qator sizlarni ham tanishtirib ko'rsangiz. Bo'ldi. Kelsangiz qisqacha tanishtiramiz. Aslida bu yerga sig'dira olmadik mahsulotlarimizni. Endi bu yerda o'sha STM mahsuloti ham bor, o'zdan brendlar ham bor. Mushnoy liniya, o'sha vafli liniyalarda ishlab chiqaradigan mahsulotlari, o'sha guap mahsulotimiz deymiz, vaflilik guap deymiz, glazirovanniy, M brend, bu ham o'sha STM bo'lgani uchun bolalar qo'yishgan. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Dren vafli misol uchun, bu ham misol uchun o'ziga yarasha bozorda, O'zbekiston bozorida o'rni bor. Eksportda ham o'rni bor. Turlari ko'p. Eng lider mahsulotimizni ayta olamiz.
Hozirgi trend. endi bu yerdacha ochuvchasiga gapiramiz. Bizga xos qilib O'zbekistonda bir 10 ga yaqin tadbirkorlar bizning mahsulotimizni o'g'irlab ham chiqarishyapti. Shu ko'rinishda, shu ko'rinishda. Lekin shu videoni ko'rayotgan yurtdoshlarimizga aytamiz, adashmanglar. Chunki buni sostavi, retseptlar men sizga ko'rsataman video davomida. Lekin aslida asl mahsulot Krafersda. Sababi bu yerda hozir texnologiya ishlab chiqarilayotgan, mana misol uchun tozaligiga e'tibor beramiz. Ichida asli barcha seriozda hamma narsa. Ko'chada bilmayman, lekin birovni yomonlash emas, lekin mana shuncha mehnat qilib shu mahsulotni dunyoga keltirdi. Mana o'ziga yarasha o'rni bor. Juda katta o'rni O'zbekiston bozorida. Qolaversa eksportda o'ziga yarasha o'rni bor. Shu mahsulotimizning ko'p analoglari chiqib ketgan, lekin solishtirib yeb ko'rsanglar ham bilinadi. Bekorga biz vaqtli plan bermaganmiz. Buni xolodilnikka qo'yib qo'yib, misol uchun mana yoz kunlari yesangiz, uje mazasini bilasiz. Qish kunlari shunday og'izga solganingizda uje mahsulot og'izda eriydi. Mana misol uchun shu mahsulotni ko'rinishini ham ko'rsanglar bo'ladi. O'zi 400 grammlik qadoqda. Buni o'sha 25 grammlik shtushniy mahsulotlarni ham chiqardik. Fishkalari buni nachinkasida. Biz bunga ishlatadigan siryo, jirlarni ko'pchilik olib qimmat u deydi-da, buni arzonchi variantiga o'tib ketib qoladi. Ko'rinishi o'sha bo'lishi mumkin, lekin ichida asl o'sha mahsulotni yeganingizda og'izda erishi, temperatura upravleniya deymiz, erishi. O'sha solganimiz uchun palmadan qilishadi, palma bolalarga beramiz, yon bolalarga beramiz. 39-38 gradusda eriydi. Bu 26 gradusda eriydi og'izda. Solishingiz bilan erib ketadi. Shuning uchun muddatidan oldin erilgan. bu mahsulot Xudoga shukr o'zi bo'lmagan, ishlab chiqarishi mehnatda hammasiga. Kimdir mehnat qiladi, kimdir uni o'g'irlayman deydi. Yeb ko'rib o'zingizlar baho berasizlar bunga. Buni bu STM nimaligini tushundik. STM yo'nalishidagi, lekin mana kartinkalarda ko'ryapmiz, Florida hozir rivojlanyapti. Mana shu Krafters mahsulotini, keyin bir qancha brendlarni ko'ryapman. Bu nimaga bog'liq? Bu har xil brend yozib chiqarishi. O'zi aslida biz ham ish faoliyatimizni boshlaganimizda o'ziga yarasha kamchiliklar, xatolar bo'ldi. Endi bilimsizligimizni buni tan olishimiz kerak. 2021-yil Krafters bilan Emmedov jamoasi birlashdi. Birlashgandan keyin baribir misol uchun bitta odam fikridan ko'ra ko'pchilikni 2 kishini, 3 kishini fikri yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa taklif bo'ldi, fikr chiqdi. Davay shu mahsulotlarning hammasini o'zini brend qo'yamiz, nomlaymiz. Nomi bo'lsin har bitta mahsulotni deyildi. Alohida. Alohida. Mana misol uchun oldin Krafters cookies bo'lgan. Va hammasi Krafters bo'lib ketib qolgandi. Imini Florida qo'ydik. O'zi Florida endi o'zi nomi ham bilasizlar, qanaqa shaharligini Florida. Bu yerda ko'rib turganingiz, deylik, misol uchun 8 xil, 9 xil mahsulot bo'lsa, aslida Florida undan ko'proq. Endi men joyim kattaroq bo'lganda yana sig'dirardim buni. Bu отсадной печенье. Yana pechenye, bu ham pechenyeku deyishingiz mumkin. Bu juda saxirli pechenye. Saxirli pechenye Peppi degan brendimiz bor. Bu brend ham o'zi alohida brend. O'zi boshqacha mana hozir bu yerda qo'yilmagan Peppini birinchi boshqa ko'rinishda ishlab chiqardik-da. Mahsulot yaxshiligi uchun, odamlar talab bo'lgani uchun o'sha brend qo'shib, yana ko'paytiramiz. Bu mahsulot ham Xudoga shukr zo'r. Mana Biskona mahsulotimizni buni ham ikki xil turi bor. Biskonani bu Floridani oilasida, lekin nomi Biskona, o'sha yangi brend. Yangi yo'nalish, ko'rinish yangi. Misol uchun padarishni odamlarga, misol uchun endi o'zbekchilik bilasiz. O'sha olib borganingizda ham, boshqa qilganingizda ham uyaltirmaydigan, o'ziga yarasha ta'mi bor, o'ziga yarasha nima deydi, ko'rinishi bor, sifati ham zo'r. Bu yoqda o'sha mana endi saxarisi, mana marshmello mahsulotimiz, endi bolalarimizni har doim o'zingiz bilasiz, endi sevib iste'mol qiladigan marshmello. Krafters o'zining o'rniga ega bo'lgan. Krafters o'zi bu O'zbekiston bozoriga olib kirib, xalqni mana shu narsaga o'rgatdi-da. Bundan oldin 2017-2015-yillarda marshmello import bo'lib kirardi, kirsa ham faqat. Vashti ko'rmaganmiz, o'zi ham yemaganmiz-da bundan oldin. Mana hozirgi kunda o'sha marshmelloning har xil turlari bor. Endi o'ziga yarasha vkuslari bor. Bu endi sahrasiga oilaga kiradi. Hop, bu yoqda o'sha krokant mahsulotlarimizdan ham turlari ko'p. Bu ham zo'r mahsulot. O'ziga yarasha liniyalarni ham ko'rsataman. Bunaqa liniya ham hech kimda yo'q. Mahsulotning tozaligi, sifati
kontrolda har doim. Tushunarli. Aziz do'stlar, mana bu yerda ham eng zo'r mahsulotlarning bittasini topib oldim. Cho'kabirik hozir nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda mashhur bo'lyapti bu. O'zingizlar bilasizlar. Dilmurod aka, sir bo'lmasa, shu mahsulotdan oyiga qancha chiqaryapsizlar? Faqat to'g'risini ayting. Yo'q, endi qancha chiqarayotganimizni kimga, bu xalqimizga qizmi? Xalqqa. Ko'p chiqaramiz. Chunki juda zo'r mahsulot, o'zimiz ham ko'p iste'mol qilamiz bundan. Cho'kabirik o'sha nafaqat shu O'zbekiston bozorida, butun dunyo bozorida o'zini o'rnini topdi bu mahsulotimiz. Buni ham o'ziga yarasha turlari ko'p. 10 xildan oshiq turi bor. Ko'rinishi o'sha cho'kabirik kvadro deymiz. Bittasini o'sha nima deydi, ikkitadan upakovka qilinganlari bor. Krafersda taxminan 30% ni tashkil qiladi. Ishlab chiqarish 30%. Bu ham yaxshi ko'rsatkich. Bu yerda o'sha bitta cho'kabirik emas, Jollibee bu mahsulotimiz ham shu cho'kabrikka bu Hasan bo'lsa, bu Husan. Albatta. Bu mahsulotimiz ham lekin bu juda mashhur bo'lib ketdi-da. O'zimiz bozorda ham mashhur. Aziz do'stlar, hozir imенно shu cho'kabirik ishlab chiqarish jarayonidan tanishib chiqamiz birga. Dilmurod aka, hozirgi umumiy korxonani yer maydoni qancha? Hop, korxonamiz 30,000 kvadrat metrga joylashgan. Shu 30,000 kvadrat metrda hozir 14 ta liniya, qo'shimcha yana 2 ta liniya kelyapti, 16 ta liniya bo'ladi. Bundan tashqari o'sha yordamchi liniyalar deymiz. Yordamchi liniyalar bor. Endi biz liniya hisobida hisoblamaymiz. Endi yordamchi u qo'l fabrikat mahsulotlar ishlab chiqarib beradi. Tushunarli. Xodimlar sonichi? Umumiy korxonani xodimlari. Korxonada 1000 dan ortiq xodim ishlaydi. 1000 dan ortiq. Endi u qism bo'lingan omborxonada misol uchun 70 ga yaqin ishlaydi. Tozalash ahvo bo'limi bor, misol uchun u ham охранаlarimiz bor. Производство ishlab chiqarishda 650 nafar xodim ishlaydi. 650. Qolgani o'sha yordamchi liniyalar qo'shimcha. Xo'p, hozir biz qayerga keldik? Hop, bu bizani o'sha omborxona, serios sklad deymiz endi. Bu yerda shunaqaki, bizda sistema shunaqa qilingan, boya aytganimdek, o'sha ERP programmasi hamma bo'limlarda ishlaydi, programma. Bizga keladigan seriallar o'sha 3 ta o'zlari maxsus darvozalarimiz bor. O'sha kelgan seriallar tushadi. Tushgandan keyin boya so'radingiz, mana qizil polosga ne qilingandi. Bu yerda o'sha buferniy zona deymiz. Tushgan seriallarimiz hammasi shu yoqqa tushgandan keyin laboratoriya tomonidan, OTK tomonidan tekshiriladi. Bu quruq gap emas, просто siz videoga otganingiz uchun yoki kelib mana bunaqa so'mka qotganingiz uchun emas, haqiqatan o'zi bu narsa bor. Bu nazoratini biz aytdimku, o'sha ISO sertifikatlarimiz bor, halol, FSC hamma sertifikatga egamiz. O'sha serios skladda javob chiqqandan keyin prihod bo'ladi, qabul qilinadi. Qabul qilingandan keyin ishlab chiqarishga ko'rinadi. U ba'zida ko'ringandan keyin bemalol zakazlarini urib, tashlab, misol uchun olishligi mumkin. Bir xil seriallarimiz bor, misol uchun 1 soatda javob chiqadi. Bir xil seriallarimiz bor, 5 kunda javob chiqadi. Mikrobiologiya tekshiriladiani bor, ekspress tekshiriladiani bor, sentralniy laboratoriya tekshiradigan joylar bor. Endi analizlariga qarab, javobiga chiqishiga qarab ishlatiladi. Tushunarli. Xo'p, hozirgi kunda umumiy olganda necha foiz mahsulot import bo'ladi? Chunki sifatli mahsulot chiqish uchun baribir yaxshi xomashyo ishlatilish kerak. O'zbekiston bozorida o'zingizlar bilasizlar, endi bu anaqa uchunku, o'zi uchunku, mana shakar shunaqa paytlari bo'ladi, muammo bo'lib qoladi shakar. O'sha eng o'zi oziq-ovqat endi qandolat sohasida объемli seriallarimiz 4 xil 5 xil. Bu degani 90% ni tashkil qiladigan serial 4 xil 5 xil. Lekin ishlatadigan serialimiz 1000 dan ortiq. Bu degani mana misol uchun shakar, yog' deymiz, jir, patka degan anaqamiz bor, serialimiz bor. Kakao parashok, shunga o'xshagan объемli narsalarimiz, o'sha 4 xil 5 xil объемli seriallarimiz bor. Qolgan hammasi o'sha yordamchi, aromatizatorlar bor, krasitorlar bor. Ular o'zi gram qo'shiladi. Tonnaga deylik, misol uchun 1 tonna pechenyegingiz uchun 1 kilo aromatizator qo'shiladi. Unda o'zi krasitor yo'q. Shuning uchun o'sha 1000 dan ortiq serial, boya aytganingizdek, shakar shunaqa payti bo'lyapti, biz import olib kelyapmiz. Shunaqa payti bor. U ham import olib kelganimiz deylik, misol uchun 30% ni tashkil qiladi. Shakarni o'zida aytdimmi? Qolgan 70% Messi bozoridan olinadi. Tushunarli.
deylik mana un mahsuloti man shu boya un esdan chiqdi. un mahsuloti mana Turkiyaga borganimda men bir korxonaga bordim. Bular har bitta chiqayotgan mahsulotlarni o'ziga yarasha un tayyorlab berar ekan. Pizzaga alohida, konditorga alohida. Sizlarda bu narsa qanaqa? Mana misol uchun oddiy o'sha mayli qaysi davlatdan olasiz uni, Qozog'istondanmi, o'zimiznikimi? Shunga mesniy un. Shu unni jarayondan oldin buni qanaqadir tayyorlanish jarayoni bormi? Shundoq tayyorlanadi. Un qanaqaki, mana misol uchun un ishlab chiqaruvchilar endi biz bilan hamkorlikda ishlaydi. Endi sababi oyiga yo'q deganda misol uchun 300-400 tonna un ishlatganimizdan keyin siz aytgandek talab bor. Har bitta ishlab chiqaruvchi o'zini talabini qo'yadi. Deylik, sizni razmeringiz boshqa, meniki boshqada. Siz o'zingizga mosini tanlaysiz, men o'zimga mosini. Unni ham xuddi shunaqa muchnoy o'sha unli mahsulotlar ishlab chiqaradigan bizni talab nimaga ko'p o'zi? O'shanga qarab turib, qaysi mahsulotni ishlatishiga qarab bizda o'sha texnologlarimiz o'sha talab qo'ygan. O'sha talabdan chiqib ketadigan bo'lsa, normalardan chiqib ketadigan bo'lsa, qabul qilinmaydi uni. Unni ham 3 xil 4 xil analizi bor. Endi uni gapirib o'tish shart emas. O'sha idika, klikavinasi, oqligi o'sha normaga to'g'ri keladi. Xudo xolisa to'g'ri keladi. Kamdan kam holatlarda to'g'ri kelmasa, uni nazorat qilib qaytaramiz. Tushunarli. Ular boya aytganingizdek tushadi, qizil liniyaga keladi, o'sha mahsulotga tayyorgarligini tekshirib, keyin endi unni analizlari o'zi tez chiqadigan anaqa siryo hisoblanadi unniki. Даже o'sha o'zini o'sha maxsus mashinasida kelganda laboratoriya xodimlari keladida, sразу o'zi analiz olishadi, tushirishdan oldin olishadi. Uni kitish bo'lmasligi uchun tushirib qo'yib, mana bitta yana qaytib ortishi, chunki yana aytganimda yana biz endi boshlayotganimiz unaqa ishlarni. O'shaning uchun shunda kelishadi. 20 minut, yarim soat, nari bersa 40 minut misol uchun poylaydi. O'shani biz kelishib olganmiz. Yetkazib beruvchilar bilan tekshirishadi. Agar bizga ma'qul keladigan bo'lsa, tushiramiz, bo'lmasa yo'q. O'zi serial holatda ham shunaqa nima deydi, voqea bo'lganmi? Un bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, qaytarib olgan paytlar sifatga to'g'ri kelmagan. Juda ko'p bo'ladi unaqa narsa. Bo'ladi. Ishlab chiqarish bo'lgandan keyin tanishmovchilik bo'ladi. Yo'q, o'zi aytaman, mana misol uchun bizda unaqa tanish bilishchilik ham yo'q, o'zi siryochilarda keldimi, boshida kelishib olamiz, faqat sifat bizga. Mana qayta aytamiz, bizda o'zi men endi bolalarga ham ko'p gapiradigan gapim, birinchi o'chirda tozalik, mahsulot sifat. Mahsulot sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun sifatli siryo olib kelish kerak. Shuning uchun birinchi siryo o'sha muhim narsa tekshiriladi, to'g'ri kelsa qabul qilinadi. Tushunarli. Birinchi bu qanaqa joy? Bu endi shu siryo skeletimizning bir qismi maxsus yerlarimiz uchun aromatizator qo'shimcha o'sha siryolarimiz bor. Shu uchun отдельно sovutish ombori yaratilgan. O'sha ilk boshda mahsulotlar turadi. Ko'rsak bo'ladi, agar qiziq bo'lsa. Gap yo'q. Bu yerda gradus plus -16. -16. Endi talab shu siryolarning talabi shuki, shunga moslashtirib shu haroratda turish kerak. Haroratda misol uchun nima deydi, tashkillashtirganmiz. Aslan bu yerda o'sha yog' mahsulotlari, o'sha har xil o'sha aromatizatorlar turish kerak bo'lgan talab bo'yicha. Maxsus gradusda turadigan mahsulotlar shu yerda. Undan tashqari o'sha gefeslarimiz bor. Gefeslar o'sha marshmello mahsulot uchun ishlatiladigan. Bo'lmasa o'sha tashqarida tursa, o'sha bu srok godnostiga ta'sir qiladi mahsulotni. Sifatiga, boshqasiga. Shuning uchun bu ham kichkina emas, bu joyda ham kattagina ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Men 300 tonnadan oshiq yer saqlanadi. Konditor korxonalarida bo'lganman, bunaqa sovutishxonalar hamma joyda ham ko'rmaganman. Juda chiroyli, katta qilingan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi biz shunaqa joyga keldik, o'sha xamir tayyor holatga keldi. Mana shu ko'rimsiz bo'lib turgan xamirimiz 500 kilo o'zi aslida. Har bitta o'sha zamesimizda miktarda 500 kilodan zames qilamiz. Hozir o'sha liniyaga berish jarayonini ham ko'rasizlar. Bu o'sha xamir bo'lib tayyor bo'ldi. Xamir tayyor. Endi liniyaga berib, mahsulot chiqadi. Liniyaga beriladi. Bu avtomatik o'zi o'sha endi bolalar olib boradi, o'zi avtomatik to'kadi. U jarayonni ham ko'rsanglar bo'ladi.
Mana shu оборудованияларni ishlab chiqargan kompaniyalar odatda necha yil garantiya beradi? Bu o'sha boya aytganimdek kontraktga bog'liq. Kontraktda 1 yildan 3 yilgacha garantiyasi bor. Qanaqa? Misol uchun konvertni lentalari bo'lishi mumkin, servo motorlari bo'lishi mumkin. O'zini o'sha elektrический o'sha shitlaridagi qanaqadir qimmat zapchastlar uchun ular uchun misol uchun garantiya 3 yilgacha. Lekin boya aytganimdek hamma narsani to'g'ri ishlatsangiz uzoq yil muddat misol uchun xizmatda men aytishim mumkin, mana shu xudo xohlasa mayli agar biza nasib qilib chetlarda yana uzoq yil ishlaydigan bo'lsak, men ayta olaman 20 yildan keyin ham to'g'ri eskirishi mumkin texnologiya. Lekin xizmat qiladi. Оборудование eskirishi mumkin, lekin bu yerda bilim, tajriba bo'lsa, siz qo'shimcha jihozlar qo'shib turib, mana shu deyni 3 millionlik, siz misol uchun 100 ming dollar, misol uchun 50 ming dollarlik qo'shimcha jihoz qo'shib turib, uje yana boshqa mahsulot chiqarsa bo'ladi. Xuddi antan 5 millionga sotib olish shart emas. Shuni o'zi prosta tajriba, bilim, o'shandan kelishib, bolalar bilan maslahatlashib, injenerlar bor, texnologlar bilan jamoa bo'lib bitta gaplashib, yengilib olsangiz bo'ladi. Ancha arzonga tushadi. Bu joy qanaqa joy? Bu Crafers yuragi desak ham bo'ladi. O'zi aslida shunaqa. Bizaga kelayotgan mehmonlar, bizani biladigan hamkorlar o'zi bizani Shkolat zavod deb aytiladi. Bu yerda aslamni Crafers ishlab chiqariladigan naturalniy shkolatlarimiz mana shu stanoklar orqali ishlab chiqariladi. Shkolat mahsulotlar. Shkolat mahsulotlar. Bu yerda polfabrikat, suyuq holatida, issiq holatida mana shu jarayonda ishlab chiqariladi. Hozir ham ishlab chiqarish jarayoni bo'lyapti. Qo'nish mashinada 6 tonna o'sha shkolat aylanyapti. Bir kunda o'rtacha 12 tonna, 18 tonna shkolat ishlab chiqariladi. Bu yerda qisqacha men sizga tushuntiradigan bo'lsam, bu yerda o'zi 2 dona odam ishlaydi. Ko'rib turibsiz, joy katta, texnika aytishingiz mumkin, bu juda murakkab texnika. Yana 2 ta odam ishlaydi desangiz, bu avtomatlashtirilgan, qo'l mehnati kam. Suxoy zameslarimiz tepada turadi. Shakar, suxoy молоко, kakao poroshoklari tepada turibdi. Bu yoqda o'sha yog'larimiz turadi, kakao masla, kakao teortiklarimiz turibdi. Jarayon ichkaridan o'sha operator tanlaydi, молочный shkolat tanlab startni bossa, mikser 1,5 tonna o'z tarozlari bor-da uni. Hammasini ichiga oladi, 10 minut, 15 minut davomida aylantiradi. Aylantirgandan keyin uje duxovalkaga beradi, ikkita val bor. Retsept bo'yicha. Retsept. Ikkita val orqali yesangiz, 100 mikron qitir-qitir qilib, sal shkolatdan shakarlari bilinadi. Bundan chiqib pitivalkaga tushadi. Pitivalkada uje 18-20 mikron bo'ladi, bu standartga javob beradi. Undan keyingi jarayonimiz o'sha qo'nish mashinada 210 minut davomida aylanadi-da. Bu yoqda ko'rsatayotgan kakao maslalarimizni bu yoqqa borib dabavka bo'ladi. O'zi turba orqali borganda avtomatik beradi, normasi bor. O'sha 210 minut davomida aylangan mahsulot 6 tonna mahsulotimizga taxminan 150 kilo, 200 kilo atrofida o'sha kakao masla, kakao teortikdan beradi, qisman beradi. Bergandan keyin yana ham o'sha suyuqlashib, aylanishi, mahsulot sifati yana ham yaxshilashadi. Undan keyin laboratoriya tagidan o'sha oladigan spesial joylarimiz bor. Laboratoriya oladi, plotnisini, vyaskisini tekshiradi. Okey, bo'ldi, zo'r desa, bo'ldi, uje mana 12 beradi. 12 tonnalik yo'nqislarga haydaydi. Bu yerda 4 xil shkolat turibdi 12 tonnadan. O'sha молочный shkolatning glazur, tomniy shkolatning glazur turadi. Bu yerda o'sha avtomatizatsiya degan programma bor. Bu programma orqali boya ko'rsatgan chokobrak liniya, har bir liniyaga alohida boradi. Atlifka liniyalarimizga o'zi boradi. Tushunarli. U yoqda kichkina yo'nqislarga tushib, liniyaga berishni boshlaydi. Texbarasa shunaqa bu yerda. Tushunarli. Eng boya aytgandek yuragi shu bo'lsa, mana shu оборудование necha so'mmalik оборудование? Bu 4,5 million. 4,5 million. 4,5 million. O'zi 3 million оборудование, 4,5 bu, yana qaysidir 2 million. Umumiy korxonada turgan umumiy summali оборудованияларning summasi qancha? Taxminan hozirgi anaqamiz kundagi o'sha 70 million, 75 million atrofida. 70-75 million atrofida. Faqat оборудованиеga ajratilgan. O'zi. Maşallah, gapi yo'q. Biz hozir Crafers yuragiga keldik. Shkolat qanaqa ishlab chiqarishni sizlarga ko'rsataman. Mana hozir sizlarga aytgan shkolat ishlab chiqarish jarayoni bu yerda ideal jarayon.
Bir o'tgan bu uskunani sizlar nima chiqyapti hozir? Men bilan nimaga bunaqa sir beryapti? Hozir sizga ko'rsatgan o'sha polfabrikat shkalatlarimiz shu joyimizga yetib keldi. Bu yerda suyuq holatda bo'lsa, o'sha qoliplarga quyib cho'kibrak quyilyapti. Cho'kibrak mahsuloti kvadro. Qoliplarni quyilgan mahsulotni yoyib berish jarayonini ko'rsak bo'ladi bu yerda. Degan havolarini chiqarib. Bir nechta o'sha bosqichlardan o'tib tayyor mahsulot bo'ladi. Uni ham ko'ramiz hozir. Bu iskelet qotishidan oldin cho'kibrak mana shunaqa yoyib olinadi iskelet. Bu qotib qolgandan keyin uje yoyilmaydi, brak mahsulotga aylanadi. Shuning uchun hozir yoyish jarayoni faqat yoyish jarayoni bo'lsa o'sha yoyiladi. Bu faqat. Bittani o'ralgan mana bu yerda na chang tushadi mahsulotga, na bir bu yerda texnik xavfsizlik ham xodimlarniki hammasi inobatga olingan bu yerda. Hamma yog'i yopib qo'ygan. Bu liniya ham много funksional, ya'ni ko'p qirrali liniya. Winsler VDS deymiz, Germaniyaning liniyasi. Bu Germaniyaniki, bilmayman, balki bordir, O'zbekistonda ko'rmaganman bunaqa katta liniya. Bu ham ishlab chiqarish mumkinsa, mahsulotni turiga qarab turib 1 tonnagacha soatiga ishlab chiqaradi. Bu degani smenasiga o'rtacha 10 tonna mahsulot chiqadi. Bu yana o'sha cho'kibrakka o'xshagan boshqa xil mahsulotlarni ham chiqaradi. Ishkalat plitkalarimiz bor-ku, o'sha plitkalar ham mana shu liniyadan. Hozir ko'rib turgan qoliplarimizni alishadi. 1100 ta qolip bor, alishtirish jarayoni bo'ladi, tez-tez alishtiriladi. Undan keyin o'sha format, o'sha retsept tanlanadi. O'sha ishkalatning plitka bo'ladimi 80 grammlik, 100 grammlik, o'sha premium ishkalatlarimiz bo'ladimi, lamur degan ishkalatimiz bor, kilolik mahsulot bo'ladimi? Hammasi shu liniyada ishlab chiqariladi. Mana hozir ko'rdik, ishkalatlarimiz o'sha yoyilish jarayonidan o'tdi. Undan keyin o'sha birinchi xolodilnigimizga kirdi, sovutish tizimi. Mahsulotlarimiz sovib, ustiga o'sha pechenyelar qo'yilgan jarayoni. Pechenyelar qo'yilib, mana hozir ko'rsak bo'ladi. Bu joylarda shunchaki ketyapti. Hozir ketyapti. Bu nima deb so'rashingiz mumkin. Bu qo'shimcha o'sha aytganimdek mahsulot boshqa dedi, misol uchun холодный shtamp bor. O'sha jeleli mahsulotlar bo'lsa, o'zini отдельно depozitlari, funduq tashlab beradigan joylari bor. Boshqa mahsulotda ishlaydigan qismlari bular. Mana o'sha boyga quyilgan mahsulotlarimizga pechenye qo'yilgan holati. Endi 45 minut, 50 minut davomida liniyada aylanadi mahsulot. Borguncha. Hozir birinchi xolodilnikdan chiqqan holatda u mustaqil qotmagan bo'ladi. Borguncha qotadi. Kelguncha 4 ta xolodilnikda sovutilar ekanda. 4 ta xolodilnik. Endi 4 ta qarang, birinchisi qolipda xolodilnik deyiladi, qolipda 1 xil gradusga olib keladi. Keyin quyiladi, chunki ishkalat chiroyli blesk bilan chiqishi uchun. Undan keyin 3 ta xolodilnikdan o'tadi. Mana o'sha mahsulotlarimiz tayyor holatga keldi. Hozir uni ko'rsatamiz hammasini. Har bir xolodilnikda qancha vaqt o'tadi o'tish jarayoni har bir mahsulotda? Tex proses to'xtamaydi bizada. 40 minutga to'g'ri kelaveradi. Umumiy holatda, tushunarli. Boyga o'sha quyilgan mahsulotimiz tayyor holatga keldi. Bu yerda hozir оборудованияni o'zi o'sha qator-qatoriga bo'lib beryapti hammasini. Bo'lib berib qadoqlashga tayyorlar. Tayyor. Metal detektori bor. Ya'ni agar misol uchun mahsulotda qanaqadir zarracha metal bo'ladigan bo'lsa, metal detektor o'zi ishlaydi, avtomatik ishlaydi. Lenta ochiladi, nari tomonda o'sha tashiydigan joyi bor. Bu upakovka ham bo'sh. Germaniya liniyasi, bo'sh upakovka. Mana chiqayotgan mahsulotimizni bemalol misol uchun tatib ko'rsa ham bo'ladi. Hamma anaqalari jarayonda o'tadi. Orqasi surib go'dinslari hammasi urinib, sразу tayyor. Qadoqqa tayyor, katta qadoqqa. Mahsulotimizning og'irligi 18 gramm, har bittasini og'irligi 18 gramm. Hop, bitta mahsulotni men ko'rsatib berdim, boshdan oxirigacha jarayonlarni qisqartirib ko'rsatdim. Qolganlari ham shu nimada chiqadi. Bu mahsulotimizni qarang aka, bu kilolik chiqyapti-da hozir. Buni showboxli varianti bor. Showboxda o'sha qadoqlangan. Endi bu ikkinchi mahsulotimiz-ku. Imina mana shuni ham showboxli varianti bor. Hozir bu kilolik zakaz bo'lgani uchun kiloligi chiqyapti. Bu showboxga qaysidir davlatga, Yaqin Sharqqa, endi bu zakazga bog'liq. Zakazga. Resmiy bozorga ham beraveramiz. Shundan beramiz. Biz sababni tilni ko'paytirganimizda arab tili, ingliz tili, xitoy hamma til bor.
hamma yoqqa o'sha barobar eksport qilish maqsadida qilinganda bu. Bizda mahsulot eksport qilib turamizda. Shunda men bitta narsaga mana shu ko'rgazmalarga borganda shuni guvoh bo'ldim. Har bitta davlatda pul birligi bor ekanda. Mana misol uchun deylik, mana shu mahsulot bizada do'konda 1000 so'mga sotilsa, maktab bolalari uchun bu juda osonda. Ko'nchagida 1000 so'm, 2000 so'mga olar ekan. Shunga qarab ular grammini o'lchab, shunga qarab zakaz qilar ekan. Menimcha sizlarda ham shunaqa jarayonlarda bo'lib tursa kerak. Bizada shunaqa taklif bo'ldi. O'sha arab davlatlaridan dinor adashmasam ular pul birligi. O'sha 1 dinorga moslab beringlar, o'sha ishlayotgan narsani aytishdi. Endi uni ko'rib chiqyapmiz. Endi bitta uning uchun bizga qanaqadir qolib yasab turishimiz kerak bo'lyapti. Endi bizada aytdim-ku boya, bu mesniy bozorga ham, eksportga ham Hammasi. kim so'rasa ham shu mahsulot bo'ldi. Retsept hammasi bir xil bo'ladi. Biroq o'zgartirilmaydi. Hozir imini arablar uchun biz bilmadim endi uni ko'rib chiqamiz agar to'g'ri kelsa. Lekin kattaroq ob'yomda oladigan bo'lsa, unga xarajat qilishga arziydigan bo'lsa, menimcha qilingani ham yaxshi bo'lsa kerak. Demakki, bu joyda xatdan boshlanib, xatda tugaydi. Qanaqa mahsulot chiqyapti bu yerda? Hop, bu yerda bizning o'sha pankarta, karta o'qadigan mahsulotlarimiz bor. Hozir gelatina kesish jarayonidamiz. O'sha ekstruder liniyasi deb nomlaganmiz. Bu liniya o'sha Astet firmani Daniya davlatidan kelgan bu liniya. Hozir ana gelatinada o'sha razmeri bo'yicha o'sha 40 mm dan kesib beryapti. Bu gelatina ham oddiy gelatina emas. Sababi mahsulotning sifati, nima deydi, bir-biriga yopishib qolmasligini oldini olish uchun звуковой gelatina deyiladi. Bu ultra звуковой deyiladi. Undan keyingi holati glazirovka bo'lyapti mahsulotimiz. Bu yerda mahsulot ishkilot toplanib, xolodilnikda orqali borib shu упаковка jarayonini ko'rsak bo'ladi. Mana bu joyda faqat glazur ishkalat quyiladi. Bu tagida sovutish jarayonimi? Yo'q, umumiy xolodilnik sovutish jarayonida. Lenta ham soviydi, o'zi ichi ham soviydi. 60 metr shu lentani tunnelni o'zidan o'tadi. Qadoq bundan chiqib shu qadoqqa boradi. Biroq qadoqlanadi. Tushunarli. Bu 60 metr deganingiz hammasi xolodilnik jarayoni ekan. Hammasi. Endi o'ziga bo'lar ekanda. O'ziga yarasha vazifalar bor. Bu ham 4 qismga bo'lingan. Birinchi o'sha ishkalatda biz temperat qilamiz. O'sha ishkalatni bizib qo'ymasligi uchun sekin-sekin sovutib, etap chiqib keladi. Tushunarli. Bu bo'ldi, endi tayyor holatida chiqdi. Endi buni qadoqlash qoldi. Bu qadoqlanadi. Endi orada qanaqadir ozgina braklari yo boshqasi bo'lsa qizlar olib tashlashadi. Bunda ham shu metal detektori bor. Bu hamma 100% nechta liniyamiz bo'lsa hammasida bor. Sababi ichidan shu har xil metal chiqishi inson salomatligi uchun xavf tug'diradigan nima narsa bo'lsa, shuni bartaraf qilamiz. Komplektda o'zida bo'ladimi yo o'zingizda qo'yganmisiz? Yo'q, uni talabga bog'liq. Biz talab qilganmiz. Shu Daniyadan kelgan shu aburgini ichida shu komplektida kelgan. Tushunarli. Zo'r. Hop, bu o'sha Paktek firmani qadoqlash uskunasi. Hozir 1 daqiqada 600 ta mahsulotni упаковка qilyapti. Minutaga 600 ta. Bu o'sha nimaga bunaqa brendi yaxshi qadoqlash uskunasi olinganda, mahsulotning sifatiga, tovarning vidiga e'tibor berilganligi uchun hammasini bir-biriga mos qilib olingan. Misol uchun Daniya, bu Germaniya. Va chunki hozir hayron bo'lib turaman, qadoqda asosan Xitoygini o'rnatishadi ko'pchilik. Chunki упаковкаga unchalik nima emas. Lekin sizga hozir bu Germaniyaniki bo'lsa, demak ancha mahkamligi, jipsligi yaxshi bo'lsa kerak. Bu qadoqlash uskunasining o'zi 700 ming euro turadi. Shuni o'zi. Mana brendidan ham bilgan, tushungan odam tushunadi. Juda qimmat uskuna. Uskunani o'zi shuncha Bu uskunadan bizda 8 ta bor. Tushunarli. Hammasi o'sha mash firmaniga. Mash firmaniki, sal yo'nalishi o'zgargan, boshqa. Mana uje tayyor mahsulot bo'lib chiqdi, mana o'ralib. Krater. Darvotga bu qanaqa uskunalar, bu yerda nimalar bo'ladi? Hop, bu bizning jeleli mahsulot. Endi men bizda Mogul deb nomlaganmiz bu liniyani. Jeleli mahsulot ishlab chiqaradigan liniyamizning kuxnasi. Kuxna deganda endi o'sha jelelarni qaynatib,
mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda nachinka jarayoni ketyapti. Bu yerda o'sha nachinkasi tayyorlanyapti. Bu hali xom variant. Bu yerda tepada o'sha o'zini uskunalar bor. O'sha uskunalardan o'tib, qo'shimcha aromatizator, добавкаlar qo'shilib liniyaga boradi, quyish jarayoniga va uni ham ko'rsataman. Bu Henzel liniyasi, bu ham Germaniyadan keltirilgan. Kuxna liniyasi ham shu Germaniya, Winkler. U отдельно brend boshqa. Sammesni ikkalasini bitta qilib turib sotib olingan. Chunki Mogul liniyasini o'zi kuxna ishlab chiqarmaydi. Kuxna ishlab chiqaradigan Atlifga liniyasini aniq qilmaydi. Bu yerda turgan hamma qozonlarda o'sha zameslar tayyorlanyapti, hammasi step process. Etap boraveradi. Endi Buni summasi qancha turadi? endi buni ikkalasini birlashtirganda taxminan 6,5 millionlar. Men ham endi hammasini yodda saqlab qola olmayman. Taxminan ikkalasi 6,5 millionlar turadi. Bu yerda endi ko'rish mumkin, hamma yoq turba, nima ekan bu deyish mumkin. Kimdir keladida buni tushunmagan odam ishlaydimi, ishlaymi? Bu yerda 100% hamma narsa ishlaydi. Bu ishlamaydigan narsani o'zi yo'q. O'zi bu korxonada ham, mana shu turgani ham. Hammasini o'sha rabochiy holatda yoqsa ishlaydigan darajada qilingan. Hozir quyish jarayonini ko'rsataman sizga. Hozirgi tayyorlangan o'sha mahsulotlarimizda liniyaga yetib keldi. Qozonimiz ikkita. Bir yog'ida o'sha nachinkasi tushyapti, bir yog'ida korpus tushyapti. Bu Jollibee mahsulot quyilyapti. Bu liniyada ham shunaqaki ko'p mahsulot ishlab chiqariladi. O'sha mnogofunksionalniy deymizmi? Xullas, bu mahsulotni ishlab chiqarish jarayoni, qizuv jarayoni kraxmalga aplikatsiya qilinadi. Bu yerda mana kraxmal ko'rsatadi. Kraxmalni orasiga quyilyaptimi? Kraxmalni farmovishni kraxmalda kraxmalga o'sha shtamp beradi. O'sha ochilgan joyiga jelak quyiladi. Mana hozir orada qolipda uzilish bo'ldi. Bu quymaydi. Jarayon ketaveradi. Endi bu ichida ozgina qolganlari o'sha pastga tushadi, silifi bor. Avtomatik to'xtab turadi. O'zi to'xtaydi. Keyingi ana qolib kelguncha quymaydi. Bu ichkarida endi отдельно o'sha sovuqxona deymiz. Endi biz endi xolodilnik bo'lib, minusovoy emas, plyusovoy xolodilnik. Quyilgan mahsulotlarimiz hammasi kiradi bu yoqqa. O'zini jarayoni bor. Taxminan misol uchun mana Jollibee mahsuloti 7 soatgacha turadi. Shu yerda 7 soat chiqqandan keyin. Uje yani Siryosa Piktinda bo'ladigan boshqa, Karginanda ishlab chiqariladigan mahsulotlarimiz turish anaqasi boshqa. Hozir mana bu ham uje mahsulotlar bor. Unda olsa ola olasan sizlarga ko'rsataman hozir. Mana uje mahsulot. Tushunadi. Bu kraxmalga nima qilib qo'yishi, burkanib qo'yishligi o'zi retsepturasida shunaqami yoki yopishib qolmasligi uchun qilinadi? Yo'q, bu endi bu texnologiya shunaqa. Hozir Xitoylarniki bor, Xitoylarda unaqa emaski, promoy teflonli qoliplar bor, shularga quyiladi. Bu o'sha Yevropa standartida kraxmalga quyiladi. Bu bezopasniyroq, ko'proq, yaxshiroq. Bo'ldi. Shuning uchun mana shunaqa qilingan. Har bittasidan anaqa nomerlar ilib qo'ygan ekansizlar. Bu nimalarni bildiradi mana bunaqa nomerlar 27. Bu mana shu paddonni nomeri. Bitta paddonda 80 ta qolip bo'ladi. Bitta qolipning ichida 144 ta kontur teshigi bor. 144 ta mahsulot quyiladi. Bolalar buni bilishadi, qaysi biri ketma-ketligini. Qachon kirgan bu nomer? 1 soat oldin kirganni olib chiqib liniyaga bersa, u liniyada yopishib ketishi mumkin, qotmagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun nomeriga qarab turib liniyaga beriladi. Tushunarli. Zo'r. Quyilgan mahsulot, quyish jarayonini ham ko'rdingiz. Undan keyin xolodilnikka kirib qotgandan keyin kraxmal bilan mahsulotni ajratish jarayoni ketyapti bu yerda. Kraxmal petkalardan pastga tushib ketadi-da, sistemaga ketadi. Sistemada 60 tonna kraxmal bor. 60 tonna kraxmal sirkulyatsiya bo'lib aylanib yuraveradi. Doim aylanib yuradi. Mahsulot shu jarayonda chiqaveradi. Bundan keyingi jarayon o'sha pardan o'tadi mahsulot. Pardan o'tgandan keyin ustiga shakar berilish jarayoni bor. Shakarlangandan keyin o'sha qadoqlanadi mahsulot. Buni ranglari prosta mazasi, misol yashilidan nimadir maza, qizilidan boshqa olchalik. O'zi bu lime deymiz, marmelo lime mazasi bor. O'zi bitta rangida emas, o'zini xususlari отдельно ajratilgan. Zo'r. Bunda yaqinroq ko'radigan bo'lsangiz, ustini o'sha shakar bilan qoplandi. Buni yeb ham ko'rsangiz bo'ladi. Uje tayyor holatiga keldi. Bundan keyingi jarayonimiz upakovka qilsak, bu tayyor mahsulot bo'ladi. Uje etap o'zini nima deydi? Tek proses bo'yicha o'tib kelyapti. Bundan keyingi etap shu qadoqlar. Faqat upakovka qilinadi, bo'ldi.
zo'r mazasi. Gapi yo'q. Gapi yo'q. Doniyor aka, men olib yeb ko'rsangiz bo'ladi. Yo'lbi mahsuloti. Aha. Bu ham O'zbekiston bozorida eng dunyo bozorida deganman, O'zbekistonda ko'proq sotamiz buni. Chunki eksportga bera olmaymiz, yetkazib bera olmaymiz. Ikki bozorda o'zida talab zo'r bunga. Mana mahsulot uchun ham bitta lina oldik, xudo xolisa kelyapti. Shirin narsa ekanu, lekin xuddi bizdek napichki ko'rganga o'xshab, mazasi anaqa zo'r ekan. Bunaqasi yo'q. Yo'lbi o'zi bizada 2 xil formatda upakovka qilinadi. 1,5 kilolik bor, 1 kilolik bor. Ham ko'rib turganimizda hozir 1,5 kilolik holatida. Zakazga qarab 1 kilolik ham qilib beramiz. Aslan eksport ko'proq talab qiladi 1 kilolikni. Besni bozorga ko'proq o'sha 1,5 kilolik holatida beramiz. Tushunarli. Men hozir shu mahsulotlarni aylanish jarayonida mana har bittasidan yeb ko'ryapman. Haqiqatda gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mana ikkita 600 tadan oshiq xodim shuni mahsulot tepasida ishlaydi-da. Balki bir qiziq savoldir. Bularni qanaqadir har bitta xodim ishlayotganda buni yeb ko'rishi bor yoki qanaqadir taqiqlanganmi yo ertalab bilan to'g'ri kirgizib yuborasizlarmi? Ha deb yegish keluvchi kerak bizlarni. Hech qanaqa xodimlardan qizg'anmaymiz, xodimlarni o'ziga ham aytganmiz. Hamma narsa yeyish mumkin. Endi qanaqa, misol uchun men yomon ko'radigan odatim mana liniyani tepasiga borib yeb o'tirishni yomon ko'raman. Qancha xohlasa olib chiqadi steloyga. O'sha yerda steloyda nima mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar mumkin. Hamma xodimga mumkin. To'ygunicha. To'ygunicha, to'y bo'lgan. To'y bo'lgan. Lekin bemalol hech qanaqa zapret yo'q. To'g'risida, misol uchun mana dilu mashq xodimlardan bilmayman nimadirdan qizg'ansangiz bor. Ertaga bitta svet o'chib yonsa, o'sha mahsulot oqib ham ketishi mumkin kanalga. Bundan ko'ra yesa, to'ysa, biz ham xursand bo'laylik, ular ham rozi bo'lsa. Rotga buni sariq bilan alohida qilib qo'yibsizlar. Bu topolmadim o'ylab nimaligini. Hop, bu yerda bizda endi oziq-ovqat fabrikalarda o'zi aslida bo'lish kerak bo'lgan uchastkamizda bet arbitraj sklad deyiladi. Ishlab chiqarishda har kun ishlab chiqarishdan 5 ta 5 ta mahsulotdan etalon olib qo'yiladi. Betda maqsad nima? Betda misol uchun ko'chada qanaqadir har xil holat bo'lishi mumkin. Bu tovarni orqasiga yozib qo'yilgan. O'zi 18 gradusdan 21 gradusgacha haroratni saqlash kerak. Shunaqa joylarimiz bor, primoy quyoshga qo'yib qo'yiladi. Shunaqa savdo rastalari borki, issiq joyda saqlashadi. Ertaga erib ketdi, oqib ketdi, har xil muammolar bo'ladi. Ulardan tushadigan muammolarni yechimi mana mashqda. Qachonki mana misol uchun mana orqasida biz ham har doim so'raymiz, chislosini ko'rsatinglar, partiyasini ko'rsatinglar deymiz. Agar o'sha muammo bilan o'sha mahsulotni ichida misol qurtlab ketadimi, erib ketadimi kelishsa, mana mashqdan ochamiz. Har doim 2 yillik mahsulotgacha ushlaymiz deb. O'zi 1 yil. Lekin biz kuzatamiz, qanaqa jarayonda ketyapti mahsulotlar. Ochamiz, solishtiramiz. Agar muammo bizda ham xuddi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, korxona bo'yniga oladi u narsani. Lekin aslida farqli bo'ladigan bo'lsa, demak, muammo bizda emas. Endi 90% holatlarda baribir misol bitta do'konchiga emas, logistikada bo'lishi mumkin muammo. Deylik, misol uchun skladda talabga javob bermasligi mumkin. Bizda ham kamchilik bo'ladi. Kamchilik naborot etsa, biz o'zdan ustimizda ishlaymiz. Lekin mana 8 yil deylik, tajribamiz davomida bo'ladigan bo'lsa, kamchiliklar ko'p bo'ldi, hammasini bartaraf qilganmiz. Endi bitta ikkitani ichidan kam chiqdi, mana shunaqa mayda-chuyda muammolar bo'lmasa, lekin xudo xolisa muammolar bartaraf qilingan. Bu shu so'ragan joy arbitraj sklad. Tushunarli. Hozir mana do'konchilar deganingizga savol tug'ildi. Umuman O'zbekiston territoriyasida o'zi sizlar mana Crafers korxonasining o'zining distributor komandasi bormi yoki sizlar har bir distributor firmalar bilan alohida ishlaysizlarmi? Yo'q, bizda dillerlarimiz bor. Biz dillerlar bilan ishlaymiz. Dillerlarga molni yetkazib beramiz. U yog'i dillerlar o'zini muammosi, lekin baribirga ham o'sha analiz qilamiz, nazorati baribir kontroli o'sha xodimlar tomonidan u narsa o'rganilib, har doim ma'lumotlar yetkazib beriladi. Har bir viloyatda, har bir o'sha nimada qancha do'konga kirgan, mahsulot qanchasi, hammasi analiz. Uni o'zingizlar tekshiruvni o'zingizlar o'zingizda o'sha bitta programma bor, o'sha programma orqali ham nechta do'kon qanaqa sotyapti, hammasini analizlari qilib turiladi.
Xo'p. Hozir endi tayyor mahsulot omboriga kiramiz. Aha. Mana hozir kirib kelayotgan joyimiz, uchastkamiz tayyor mahsulot ombori. Aha. Bu omborda o'sha shattlning sistema, stelajlarimiz joylashtirilgan. Bu yerda o'sha FIFO sistemada ishlanadi. Mahsulotimiz bu yoq tomondan kiradi, bu yoq tomondan chiqib ketadi mahsulotimiz. O'shaning uchun srokiga qarab, buni orasidan ham olib bo'lmaydi. Faqat shu narigi tomondan olsangiz bo'ladi. Srogi shu to'g'irlanib ketaveradi. ketma-ketligi shunaqa. Hammani o'zini nima deydi, ostanovkasi kelganda tushib qoladi deydi, xuddi o'shanga o'xshab shu tomondan gali kelganda chiqib ketaveradi. O'zi bizda bunaqa uzoq turmaydi mahsulotlar. Bu yerda hozirgi holatida 1200 tonna saqlanadi. Umumiy skladda. 1200 tonna. 1200 tonna. 1200 tonna hozirgi holatida. O'zi qancha mahsulot ketadi bu yerga? O'sha 1200-1300 ketadi. 1200 to'la turgan holatda. To'la turganda shunaqa. Stelajda bular hammasi kara orqali turib, o'zini shattlning sistema, o'zini karasi bor, spesialniy. O'sha kichkina nima deydi, robotchalari bor. Mahsulotni o'sha 5-etajga qo'ysangiz ham o'zi ko'tarib olib borib tashlab chiqadi. O'sha pultda boshqariladi hammasi. Tushunarli. Buni kvadrati qancha maydon? Именно skladniki. Hozir skladnikini yo'q 30 ming bo'ladi. 10 ming. 10 ming kvadrat. Tushunarli. Dilmurodga katta rahmat. Nima deydi, oyoqlarimiz og'rib ketdi. Kattaligidan aylanib chiqquncha sizga rozi bo'lasiz. Mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rdik, gap bo'lishi mumkin emas. Ishingizga omad, korxonaga rivoj. Kelajakda bu kompaniya, Crafers kompaniyasi dunyoda top 3talikka kirishiga ishonamiz inshaalloh. Katta rahmat, ishingizga omad. Sizlarga ham rahmat kattakon. Shunchalik vaqt ajratib kelibsizlar. O'zi aytganingizdek oyoqlar og'rib ketdi. Poni ishlab chiqarishni oladigan bo'lsak, bir kun yetmas ekan. Bir kun ham yetmaydi. Bir vaqti kelganda yana yoritib beramiz hammasini. Rahmat. Sog' bo'ling.